Bismillahirrohmanirrohim. Su'u adabin odobsizlik. O'zi su'un yomon degani, adabun odob degani. Ya'ni yomon odam, odobsizlik deymiz. Va lam yakunu mutaaddibina fi su'alihim. Va mana bu havoriylar o'z savollarida odobli bo'lmadilar. Faqalu hal yastati'u robbuka an yunazzila alayna ma'idatan minas sama. Va ular aytdilarki, Estaizu billahi minash shaytonir rojim. Seni Parvardigoring bizga osmondan dasturxonni tushirishlikka qodirmi dedi. Valam yu'jib Isa su'aluhum. Ularning savollari Iso alayhisalomni ajablantirmadi. Va karihal uslub alladhi khatabuhu bihi. Va ular Iso alayhisalomga u bilan xitob qilgan uslubni yomon ko'rdi. Val anbiya'u jami'an yutalibuna ummahum bil imani bil g'aybi va yukaffilunaha iyyahum. Payg'ambarlarning barchasi o'z ummatlaridan g'aybga iymon keltirishlikni talab qiladilar. Va yukallifunaha iyyahu, va mana shu g'aybga iymon keltirishlikni ularga ya'ni ummatlariga bo'ynilariga qo'yadilar. Va laysatil mu'jizatu maxariqa yaslu bihal atfalu va yalhu bihal aghmaru. Va mo'jizalar yosh bolalar u bilan yupanadigan yoki espas nodonlar u bilan o'ynaydigan bir nima deydi, o'yinchoqlar emasdir deyapti. Ya'ni bu mo'jiza, bu o'yinchoq emas. Bahoriq bu eski arablar nima deydi, bir matoga aylantirib urib o'ynaydigan o'yinchoqqa aytilar ekan. Demak shu mo'jizalar o'yinchoq emas deyapti. Yosh bolalar u bilan o'ynaydigan yoki espaslar u bilan o'ynaydigan deyapti. Yupanadigan, yaslu yupanadigan, yalhu o'ynaydigan. Innama hiya ayatun minallohi yuzhiruha ala aydi anbiya'ihi hina yasha'u. U bor yo'g'i Alloh taolodan bo'lgan, uni o'z payg'ambarlarini qo'llarida zohir qiladigan, ya'ni xohlagan paytda uni zohir qiladigan oyat, mo'jizalardir. Va taqumu biha hujjatullohi alal ibadi. Va mana shu oyat, mo'jizalar bilan Alloh taoloni bandalariga bo'lgan hujjati qoyim bo'ladi. Fala yumhiluna ba'da zuhuriha va inkariha. Endi mana shu oyatlarni zohir bo'lganidan keyin va uni inkor qilinganidan keyin ularga hech bir muhlat berilmaydi. Muddat berilmaydi, ya'ni javobgar bo'ladi va ularga boshqa imkon berilmaydi.